Nimaga odamni 50 boshda hamma narsani talab qilib tashlaydi? Shu talab qilinishini va u yerdagi tushunmovchiliklarni eng katta asosiy sababi bu yerdagi, ya'ni O'zbekistondagi ofisda siz umra paketini sotib olsangiz, bu yerda aytadiki, "Sizlar juda ko'p menga va'da beruvdilaring, bittasi ham yo'q, ko'rmayapman" degan savolga xuddi shu savolni menga ham juda ko'p berilgan. Ya'ni men oldin o'zim Saudiyada shu umra servislarini boshqarardim. Men 50 boshi bo'lib ishlamaganman, 50 boshi bo'lmaganman. Faqat shu servis, transport, mehmonxona va unga yarasha o'z sharoitlarni men o'zim qilib berardim va mendan ko'p talab qilinadigan narsa, "Sizlarning sharoiting bunaqa, sizlar bunaqasizlar, bunaqasan." Men aytardim, "Sizlar bergan pulga xuddi shu sharoit, shunaqa desam, "Yo'q" deydi, "San O'zbekistondan bizga boshqacha va'da bergansanlar" degan tushunmovchiliklar juda ko'p bo'ladi. Men tavsiya qiladiganim, birinchisi yaxshi va litsenziyalangan firma topib, ularga umraga borish birinchisi va ikkinchisi, agar ota-onangizni yubormoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan borishni tavsiya qilaman. Chunki 50 boshi 50 ta odamga 24 soat birga bo'lmaydi. 50 boshi ham odam, uni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta tekin umra ziyoratini beramiz.